Futbol olamida ba'zi lahzalar bo'ladi. Ular oddiy o'yin emas, tarixning yangi sahifasidir. Do'stlar, bu video butun O'zbekistondagi Husanov muxlislariga yetib borishi uchun videoga like bosing va do'stlaringizga ulashing. Yordamingiz uchun katta rahmat. Manchester City safida top surayotgan o'zbekistonlik yosh iqtidor Abduqodir Husanov Yevropa futbolining eng yirik sahnasida o'z nomini oltin harflar bilan yozib qo'ydi. Yevropaning eng nufuzli musobaqasi UEFA Chempionlar Ligasi. Bu turnir oddiy musobaqa emas. Bu yerda faqat eng kuchlilar, eng tezkorlar va ruhiy jihatdan eng mustahkam futbolchilar omon qoladi. Har bir xato millionlab muxlislar nigohida sodir bo'ladi. Har bir qaror tarixga aylanadi. Va mana shu bosim ostida Husanov shunchaki o'ynamadi, u portladi. U Chempionlar Ligasi tarixida eng yosh va eng tezkor futbolchilardan biri sifatida e'tirof etildi. Bu raqamlar oddiy statistika emas, bu daraja. Bu ishonch, bu global e'tibor. Tasavvur qiling, yosh futbolchi Etihad-dagi bosim, millionlab tomoshabinlar, dunyoning eng kuchli hujumchilari qarshisida va u bir zum ham ortga chekinmaydi. Tezligi raqiblarni quvib yetadi. Pozitsion o'yini yetuk himoyachidek, sovuqqonligi tajribali futbolchilarnikidek. Bunday e'tirof tasodif emas. Bu mehnat, intizom va cheksiz ishtiyoq natijasi. Pep Guardiola kabi talabchan murabbiy ishonchini qozonish bu oson emas. Guardiola yosh futbolchiga imkon berdi. Husanov esa bu imkoniyatni tarixiy natijaga aylantirdi. Bugun Yevropa futbol ekspertlari uning tezligi va jasorati haqida gapirmoqda. Skautlar e'tibor bermoqda. Tahlilchilar nomini tilga olmoqda. Bu faqat individual muvaffaqiyat emas. Bu O'zbekiston futbolining global sahnaga chiqishi. Yillar davomida orzu qilingan narsa bugun real voqelikka aylandi. Endi bizning futbolchimiz Chempionlar Ligasi tarixidagi rekordlar bilan tilga olinmoqda. Bu hali boshlanishi. Yosh, ochiq, ambitsiyali. Agar shu tempda davom etsa, Husanov nafaqat Manchester City himoyasining tayanchiga, balki butun Yevropa futbolining muhim figurasiga aylanishi mumkin. Ba'zilar yulduz bo'lib tugiladi, ba'zilar esa mehnat bilan yulduzga aylanadi. Abduqodir Husanov aynan shunday futbolchi. Va eng qizigi, uning haqiqiy choqqisi hali oldinda.